Barchaga assalomu alaykum. Mana bugun o'tgan darsda biz to'rtburchak sumkamizni birinchi qatorini to'qishni o'rgangan edik. Agar esinglarda bo'lsa, ikkinchi qatorini to'qishni ham keyingi video darsda o'rgataman degan edim. Mana endi ikkinchi qatorga o'tishni o'rganamiz. Ikkinchi qatorga o'tganimizda, misol uchun aytaylik, menda qatorlar soni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8 ta. 8 ta qator toshlarni qadab chiqdim. Endi menga 9 qatorli tosh kerak edi deb tasavvur qilaylik. Men 8 qatorga yetganda to'xtab turib, oxirgi qatorini, ya'ni 9-qatorni boshqacha to'qiyman. Demak, u qatorni qanday to'qiymiz? Bizga kerak bo'ladi. Xo'p. 3 dona tosh. Ko'rib turibsizlar, 3 dona toshni olamiz. Mana barchaga ko'rinib turgan bo'lsa, pastdagi yoki chap qo'limdagi leskaga 2 dona toshni barabariga o'tkazib olamiz. Mana. O'tkazib oldik. Ko'rib turibsizlar? Yo pastdagi deb olishinglar ham mumkin, yoki bo'lmasam chap qo'limdagi leska. Endi bunga o'tkazdik. Endi 3-toshimizni ham bunga o'tkazamiz. Ya'ni ham chap qo'limdagi, ham o'ng qo'limdagi leskaga o'tkazib oldik. Shundan keyin uni oxiriga olib boramiz. Olib borganimizda leskamiz mana ko'rib turibsizlar, tepaga chiqdi. Mana. Tepaga chiqdi. Shunday usulda qilishinglar ham mumkin. Ya'ni oddiy usul bu. Bunda agar to'rtburchak toshlar to'qiyotgan bo'lsanglar, bunda birozgina bo'shroq chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun oxirgi qatorini kruchok usulida to'qish ma'qul keladi ko'pchilikka. Endi sizlarga hozir bonus darsda kruchok usulini ham o'rgatib ketaman. Buni ko'pchilik o'rgatmaydi. Bunda mana o'sha pastdagi, ya'ni chap tomondagi leskaga qadagan 2 ta toshim turaveradi. 3-toshni boshqacha qadayman. Pastdagi, ya'ni chap qo'limdagi leskaga toshni o'tkazib oldim. Endi xuddi ana shu leskani unga yana orqaga qaytarib o'tkazaman-da va mana shunday halqacha hosil bo'lganda bu tarafdagi, ya'ni o'ng qo'limdagi leskani undan ana shu halqachadan o'tkazib olaman. O'tkazib olganimda mana bunday yuqoriga chiqdi. Ko'rib turibsizlar? Sizlar iloji boricha mahkam qilib to'qiysizlar. Men endi hozir shunday to'qidim. Ko'rib turibsizlar, mana kruchok usulida to'qildi. Xo'p, endi bu yog'iga qanday ketamiz degan savollar bo'lsa, bu yog'iga yana 3 dona toshni olamiz. 3 dona toshni chap qo'limdagi leskaga o'tkazib olamiz. 1, 2 va 3. Mana shu 3-toshimizga o'ng qo'limdagi leskani ham o'tkazib olamiz. O'tkazib olganimizda mana ko'rib turibsizlar, mana bunday shakl yuzaga keldi. Mana ikkinchi qatorimiz boshlandi. Endi bu yog'iga qanday ketamiz? Endi o'ng qo'limda turgan leskani bu tomondagi keyingi toshga o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Xo'p,